Assalomu alaykum Suis sevgili YouTube obunachilari. Bugun men bilan Bekzod Suis S07 eksklyuziv variantni sizlarga obzor qilib beramiz qadrdonlar. Assalomu alaykum Suis seriyali avtosaloni obunachilari. Ko'pchilik obunachilarimiz S07 modelimizning obzorlarini so'rashardi. Bugun Xoliq akam bilan birga kerakli ma'lumotlarni, to'lov usullari video davomida tushuntirib beramiz. Hammasi sizlarga ya'ni qanday mana shu mashinani siz niyat qilib qo'ydingizmi? Обязательно qaysi usulda olib ketishingiz imkoniyatingiz hammasi to'liq sizlarga tushuntirib beriladi. Xoliq aka ko'rayotgan hozirgi modelimizda S07 pozitsiyamiz bo'ladi. Bu pozitsiyamiz luxury pozitsiyasi, 1.6 turbina motor, 197 ta ot kuchi, jida motori bilan jihozlangan bo'ladi aka. Shu godasiga Xoliq aka nechta ichadi deb o'ylaysiz? Taxminan mana bu. Endi men o'zim to'g'ri Suis sergilidan mashina olganman, Suis S09. Endi kitobda bularni 5,5 ta yozilgan, prosifka qidirsa, lekin sizni bosishingizga bog'liq baribir. Dalida qancha yeyishi. Aka shu godasiga mashinamizni 7 tadan 7,5 tagacha yeydi. Ha, shuda. Bu o'zi shu uchun ham komfort mashina bu. Undan tashqari agar sportga qo'yib beradigan bo'lsangiz, aka 8 tagacha maksimum chiqadi. Shunda ham 10 ta 15 tagacha emas aka. Shu 1.6 godasiga 1.6 turbina motor bo'lganda. Lekin chaqqon to'g'risi. Qo'zg'alishlari ham zo'r. Men o'zim chunki haydab baraka topgan mashinalardan biri. Aka video olishingizdan oldin ko'rdingiz, haydab ko'rdingiz o'zingiz. Aka sportga qo'yib haydaganingizda ham ancha yurishlari zo'r bo'lishidan ham kansani yo'q haydagan. Shunaqa albatta. Endi video davomidagi obunachilarga kerakli 2-3 ta detallarni tushuntirib beraylik, qizzo'roq bo'ladi. Kunduzgi o'zini yorituvchi ledlari bor aka. Xuddi buni nima desa bo'ladi? Li 7-9 lik aka o'xshaydi. Bitta masalan men yozig'ini ko'rmagan taqdiringizda liga o'xshaydi. Undan tashqari 3D variantda yig'ilgan oblisovka aka ko'rayotgan bo'lsangiz Xoliq aka old taraflarda kameralari bor. Nimaga desangiz, katta mashina, baba endi pastda masalan ko'rmay qolishingiz mumkin. Nimadirlar bo'lganda avtomatik kameralar ishlab chiqib ketadi. Undan tashqari mana ko'rayotgan bo'lsangiz Xoliq aka yo'llarda o'zini sensorli datchiklari ham bor. Nimaga aka masalan yoningizda bardiyor nimadir kichkina narsa bo'lsa, avtomatik mashina o'zini o'zi to'xtatadi yoki sizga ogohlantirish sifatida beradi. Danli bilishniklari bo'ladi aka, alohidalik bo'ladi. Masalan, abishni oddiy paytda 350 metrdan 400 metrgacha yoritib beradi. Masalan, tuman, yomg'irli paytda 300 metrgacha yoritib beradi. Plus yana buni yaxshi tarafi aka, uzoq yo'llarda yurganingizda masalan danlini yoqib qo'ysangiz, 400 dan mashina kelganda o'chirib o'tirish shart emas aka. O'zi avtomatik o'chiradi. Masalan, yana mashina o'tib ketgandan keyin avtomatik yoqiladi. Masalan, qorong'i joyga kirganingizda aka farani masalan o'zingiz yoqib nastroyka qilish shart emas. Fara avtomatik masalan danlini o'zi yoqadi yoki o'zi o'chiradi, shunaqa. Chapga o'ngga kirganingizda ham aka doполнительный o'zini faralari ham bor. Doполнительный yana sizga yoritib beradi aka. Shunaqa. Old tarafini o'zida ko'rdingiz qancha komforti borligini aka. Endi bitta diskalarni ham ko'rsatib ketaylik aka. Diskalarni ham ko'rayotgan bo'lsangiz, skromli, ortiqcha detallar qilinmagan, bachkanali narsalar yo'q. 255 ga 45-20 dyumli diska balonlarda bo'ladi. Buni balonlari ham aka yumshoq balonlar. Masalan, bitta sezon indamay yurib beradi aka. Armashtirish shunaqa shart emas aka. Diskalari bularni yaxshi tarafi aka, quyma diskalar bo'ladi. Masalan, kattaroq chuqurga tushganingizda ham aka diskani masalan yo'llari trishini bera olmaydi. Nimaga? Chunki bularning o'rtasida o'zini zashtikasi bo'ladi. Birinchisi shu anaqasiga tushadi, nagruzka keyin masalan anaqaga tushishi mumkin. Bularda bitta yaxshi tarafi aka, oporniy diskalari o'zini o'zi sovutadigan xususiyatga ega. Masalan, podyomli joylardan tushayotgan paytingiz siz boshqa mashinalarda qizib ketadi, tormoz ishlamay qolish holatlari bo'ladi. Bularda unaqa emas aka. Bemalol haydaysiz. Podyomda bemalol tushib biladi demak. Aka, bularda kameralar bilan jihozlangan 540 gradusli kamera. Hamma joyini ko'rsatadi degan. Hamma telari bilan o'xshaydi. Aka 360 emas, 540 aka. Ko'pchilik obunachilarimiz 360 deb o'ylashar ekan. Yo'q aka, 360 emas, 540. Taylari bilan o'xshaydi. Mashinani ko'rsatadi. Aka, nimasi yaxshi tarafi desangiz, masalan, tog'li joylarga chiqishsa, off-roadlarga bemalol yursa bo'ladi. Nimaga? O'ylab o'tirishmaydi. Shuna kamerani yoqib qo'yishadi. Demak, tekis ekan yuraveramiz deyshadi aka. Shunaqa. Slipoy zonalari ham bor aka. Masalan, kurgoy tonirovka urishganda akalarimizni beton qilib urib olishadi yoki bilasiz, qiynalishmaydi. Nimaga deysiz, mashina kelayotganda avtomatik slipoy zonalar ishlaydi. Undan tashqari sensorli datchiklar bor aka, kameralarni ko'rasiz. Menimcha g'isht terib olsangiz ham aka bemalol yurasiz bu mashinada. O'shani aytaman, g'isht terib ko'raymi? Bo'ldi aka, bitta challenge qilib ko'ramiz siz bilan. O'zini masalan beskulchi do'stuplari ham bor.
Mana ko'rsatib qo'ysalar, masalan, bemalol kaltingiz yoningizda bo'lsa, noqo'y shunday tutasiz, aka avtomatik mashina ochiladi. Kalitdan boshqa anaqa qilishingiz shart emas. Tushayotganingizdan shunda bosasiz, aka avtomatik yopadi mashina. Mashinani pultidagi zavod qilsangiz bo'ladi, oynalarni ochsangiz bo'ladi, lyukni ochsangiz bo'ladi, bagajni ham ochsangiz bo'ladi. Mashina pultilar o'zlari. Pultini o'zidagi shuncha funksiyasi bor. Keyin mana ichlarini ham bitta ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Aka bilgan bo'lsangiz, eshikni ochganimda sidenni orqaga suriladi. Nimaga? Chunki siz komfortni o'tirib olishingiz uchun. Sidenani yopganimdan keyin avtomatik sidenni yana oldiga suriladi. Masalan, zavoddan o'chirganingizdan keyin tushayotgan eshikni ochasiz, yana orqaga suriladi. Nimaga bu? Chiqishingizga komfortli bo'lish uchun. Undan tashqari, masalan, baba oilada sizning mashinangiz kimdir baba haydaydi, masalan, adezli, kuzli kimdir haydagan payt, aka baba nastroykasini buzib qo'yishadi. Orqaga surishadi yoki bakoylarni buzib qo'yishadi. O'zlariga to'g'ri oladi. Xuddi shunaqa. Aka kelib o'tirasiz, shunda birga masalan nastroyka qilib qo'yganingizda avtomatik sideni ham aka, bakoylar ham sizga yana moslashib oladi. Uni saqlanib qilib qo'ygan bo'lsangiz. Koji bo'lganini hisobiga ham aka masalan terlatishi mumkin suvda qolib ketgan payt. Aka shu payt mana 3 ta rejim o'zini abdu sovutadigan tizimlar ham bor. Sidenlarni sovutadigan tizimi ham o'zi qo'yilgan. Undan tashqari mana isitish ham masalan endi qishda baba bilasiz. Nima komfort kerak bo'lsa, hamma komfort bu mashinada bor azizlar. Shunda ham aka men sizga hozir bir 30% ma'lumotini aytaman. Agar hamma ma'lumotini aytsam bir 2 soat 3 soat qolib ketamiz bu mashinada. Shuni aytaman aka. Ancha aka sizni bilaman, akustikaga ancha juda injiqman, to'g'ri lekin. Chunki maza qilib ashulalar eshitib yurasiz aka, shuning uchun mana akustikasi Sony bilsangiz kerak aka. Sony ancha qimmat brend. Albatta. Aka, bularning kolonkasi 8 ta bo'ladi. Undan tashqari o'zini subwooferlari ham bor. Ancha uzoq yo'llarda aka bitta shuni qo'yasiz. Mazza ketasiz aka. Bularda keyin aka bitta yaxshi tarafi eko, normal, sport rejimlari bor. Masalan, shahar uchun, uzoq yo'l uchun, masalan, offroad, tog'li yo'llarga chiqqaningizda aka bemalol haydab yursangiz bo'ladi. Yerdan balandligi ham aka bularniki kattaroq. Bemalol tayin degan problema yo'q ekan. Bemalol aka, masalan, syomkalarga chiqqaningizda qiynalmaysiz bu mashinada aka. Mazza qilib masalan chiqsangiz, parok qo'yganingizda ham aka masalan pastga tegib qolmaydi, chunki balandligini ham ko'ryapsiz, ancha baland. Masalan, mana ko'rsatib o'tadilar operatorimiz. Funksiyalariga keladigan bo'lsa, aka bitta zavod qilib ko'rsangiz, aka funksiyalarini davom ettiramiz. Hozir oldingizga o'taman. Xalqqa ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda splashnoy monitor ketgan. Bu yerda masalan tezligingizni, undan tashqari bu yerda multimedia narsalarni boshqarsangiz bo'ladi. Bu ekranimizda bo'lsa, masalan, gradusnik, klimat kontrol narsalarni boshqarasiz. Masalan, siz tarafga alohida gradus qo'ysangiz bo'ladi. Men tarafga alohida gradus. Injiq joylarimiz bo'ladiki, men sovqotim desam, men o'zingnikini o'chiradi. Bu shunaqa aka, qiynalmaysizda. Undan tashqari aka, bizda faqat ikkita oldi taraf emas, orqada o'tirgan odam ham komfortni ketadi. Nimaga desangiz, orqada masalan bemalol nastroyka qilsa bo'ladi. Bu yoqdan ha? 3 zonali klimat kontrol bor. Pastda masalan graduslarni o'zligiga belgilab qo'yishsa bo'ladi. Aka 3 ta o'rtoq bo'lsanglar qiynalmaysizlar, urush janjal bo'lmaydi, talashmay bemalol ketaverasizlar. Keyin aka uzoq yo'llarga ketganingizda bilaman, baba muzday narsa ichish qolaysiz, chunki issiq paytda. Aka bitta barra ochasiz, suvlarni solib qo'yasiz, yopib qo'yasiz bo'ldi. Paladin sifatida foydalanasiz. Qana, mashbatgacha o'zim mashina bo'lsam bilmasdim. Ko'rdingizmi aka? Hop video davomida mashinangizda nima funksiyalar borligini siz ham bilib ketasiz. O'shada qiziq bo'libdi menga, nima bo'ldi? Rostdan ham mana bu yerdan shamol o'yda ekan, kondisioner. Aka, endi magazinga kirib muzdagini ber degan narsa yo'q. Shundoqligini ham olib chiqib ketish, shundoq qo'yib qo'yasiz bo'ldi. Masalangiz hal aka. Shunaqa. Stakanchilari bor. Sizlarda aka bilaman, baba blogerlarda tez zaryadga tugab qoladi. Simida problema bo'ladi. Aka besprovодный o'zini zaryadkalari ham bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz aka mana olishni boshladi. Bitta yana plus tarafi aka, ko'p besprovодный zaryadkalarda 12 vatli yoki past bo'ladi. Bularda mana ko'rayotgan bo'lsangiz 50 vatli bo'ladi. Ha, u tez to'ldirib beradi. Tez to'ldirib beradi. Undan tashqari aka bilasiz, iPhone tez qizib ketadi besprovодный zaryadkada. Aka o'zini aqlajdenalari ham bor. So'rtib turadi. Ko'p qo'yganingizda. Ko'p mashinalarda yo'q lekin. Aka ko'p mashinalarda yo'q, ko'rayotgan bo'lsangiz mashinamizda bor. Aka keyin ko'rayotgan bo'lsangiz xrustalniy bo'ladi. Richaga, ha? Richaga. Masalan, uzoqdan aka mashinani eshigini ochib qo'ysangiz ancha anqaytiradi mashina. Shuni aytaman, zo'r ekan lekin ana xrustalniysi yoqadi. Konditsioner masalan aka yoqib qo'ygan paytingiz ko'chadagi havoni avtomatik sizga torta olmaydi. O'zini masalan filtrlari bor, filtrdan o'tkazib turib keyin tortadi. Mashinaning ichi masalan hidlanib qolsa, baba endi kimdir o'rtalarda hazil-huzul qilishadi-yu, bilasiz. Shunaqa. O'sha payt aka avtomatik mana tozalashga o'tkazib qo'ysangiz, salonning ichidagi havoni tozalab beradi sizga. Tozalab chiqarib, приятный havo chiqarib beradi aka.
Buni necha xil funksiyasi bor? Havo tozalayotgan o'zini duxilari ham bor, ha? O'zini duxillari ham bor. Aka, u faqat gibrid paysamizdada bo'ladi. Bu paysamizda faqat o'zini o'zi tozalab beradigan funksiyalar Ha, bor. mani mashinada gibridda, Faqat sizda bor. manikida duxilari bor edi. Xuddi shunaqa, aka. Ha. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma funksiyalari undan tashqari galsu upravleniyalari ham bor aka. Masalan, eshikni och, oynani och, och, mashinani siz bemalol boshqarib ketadi aka. Mashinamizda aka bir sulu o'zini shumizlatsiyasi bor. Oyna, luk hammasini yopib qo'ygan taqdiringizda ko'chadan sizga shovqin Biz shumka ham qilingan. Shumka ham qilingan aka. Mashinani olasiz, hadis bo'ldi. Shuncha qilingan aka. Rulini qaranglar bular. Rul elektronika bo'ladi aka. Masalan, razvrutlarda kirganingizda rul yumshaydi. Gavdasiga ham lekin mos chaqqon mosincha. Aka, danni yo'liga chiqqaningizda, masalan 80 dan 100 ga chiqsa, avtomatik rul sportivniy rejimga to'ladi. Qotoladi, sizga bo'ysunib ketadi aka. Yuklari ham ancha katta. Yuklari ham aka ancha katta. Bilotgan bo'lsangiz, Panorama tom. orqada o'tirgan odam ancha komfortni ketadi aka. O'zi mashin komfortli mashina ekan. Aka, mana ko'rayotgansiz, o'zini sitiniklari ham bor. Endi bu oldingizda o'tirib ketgan, masalan, odamga Assalomu alaykum. Bu narsa o'zi qizlar uchun, ha, menimcha. qizlar uchun. Ha, degani shu uchun. Ancha komfortlari ko'p. Aka, ma'lumot o'rnida ham aytib ketaylik. Ko'p hozir obunachilarimiz mashina olishgandan keyin video registrator qo'yishadi. Mashinaga shart emas ekan, nimaga desangiz, yonidan shuna bitta fleshka tiqib qo'yishadi. O'zini zavodskiy video registratorlari ham bor. Qani fleshka jo'ra? Mana aka, Mana mashinada bormi bu narsa? Sizda ham bor. Bilmasdim mana shu narsani. Men bitta fleshka tiqib olib kirib Hop, video davomida ko'p narsa ma'lumotlarni bila olasiz aka. Menimcha old tarafdagi ham funksiyalarni aytdi aka. Keling bitta orqa taraflarini ham ko'rsataylik, obunachiligi qiziqroq. Xoliqaga oldidagi navrot funksiyalarni, komfortlarini tushuntirib berdi. Orqanikini ham bitta qiziq bo'ladi. ekan lekin, ha, mana bemalol. Shunda ham aka, siz orqaga surib oldingiz. Yana bunda bitta yaxshi taraf aka, sidenani pastidan oldiga, orqaga nastroyka qilsangiz ham bo'ladi. Masalan, ko'rayotgan bo'lsangiz, keyin aka, mana bundan yonidan masalan 90 gradus orqaga yotib olsangiz ham bo'ladi. Ana shu narsasini bilmasdim. Aka, uzoq yo'llarga ketayotganda bu ancha yaxshi. Yotib olib ketasiz. Shunda ham aka, qarang, orqaga surilganda bemalol ikkalamiz o'tirib ketamiz. Shuni aytaman, ha. Mana boya aytdim aka, 3 zonali klimat kontrol. Mana aka, orqadan bemalol nastroyka qilib qo'ysa ham bo'ladi. Mana gradusnilarni ko'rsatyapti. Qolgan payt o'zimizga nastroyka qilib olamiz aka. Arqani, ha. Svetiniklari ham bor aka. Masalan, yoshi katta insonlarimiz, onalarimiz, adalarimiz o'tirib ketsak, nimadir o'qib ketishadigan bo'lsa, bemalol svetiniklarini yoqib ketsa bo'ladi aka. Komfortlari ko'p. Mana aka, bemalol orqada suyanib ketasiz. Oldidan ko'ra chem orqada o'tirib ketgan odam komfortliroq ketadi aka. Shuni. Chunki mana menimcha o'zini barlari ham bor aka. Yotib bemalol dam olib ketsangiz ham bo'ladi. Korolevskida mazza qilib ketgan yaxshi. Ko'p endi o'rtoqlarda bilasiz aka, oldi talash bo'ladi. Nima? Chunki orqada o'tirgan odam oyog'im tiqilib qoladi, nimadir degan problema yo'q aka. Og'aylaringiz bilan bemalol uzoq yo'llarga chiqqaningizda menimcha endi orqani talash bo'lsa kerak aka. Shuni aytaman, bemalol oyog'im siqilib qolmaydi, etaj ketganda komfortni ketadi. Komfort. Mashina aka 7 kishilik. 3-qatori ham bor aka. Rostdanmi? Xuddi shunaqa aka. Xoliq aka, ko'rayotgan bo'lsangiz, orqa dizaynlar, faralari ham ancha chiroyli. Sizni svetoforda orqasida turgan odam menimcha video-videoni tindirmasa kerak. O'sha aytaman, tembol nomer mashhur bo'lib ketadi. Nomer o'zi mashhur bo'lib ketadi. Dizayn men ko'rayotgan bo'lsangiz, yoritgichlari ham ancha menimcha skromniyda, orqasi detallari ham qanaqa qilinmagan ekan rasman. Orqalar bagajlari elektronika bo'ladi. O'zining kameralari bilan jihozlangan. Ha, mana uni turg'izamiz biz. Mana aka, 3-qatorlari. Masalan, ko'pchilik oilaviy jiyanlaringizdagi uzoq yo'llarga olib chiqadigan bo'lsangiz, endi joydan problema bo'lmaydi. Bu ham keng ekan, mana operator ko'rsatsa bo'ladi. Bemalol aka, 3 kishi ketsa bo'ladi. Arqa ham misol uchun ko'p mashinalarda ko'rganmiz, arkasi tor bo'lib qoladi. 7 kishilik, 7 kishilik deydi, lekin arkasi tor bo'lib qoladi. Bunda ham arqa bemalol. Bemalol aka, 3 kishi masalan. Yana mana operatorimiz, siz men uchalamiz orqada o'tirib keta olamiz aka. Muammosi yo'q. Ha, barchalari ham bor ekan, kameralari ham sig'adi aka. Orqada barchalari ham bor ekan. Xuddi shunaqa aka, stakanchiklari bor aka, 12 vatli anaqa zaryadchiklar. Aka, hamma funksiyalari bor. Undan tashqari aka, sizlar uzoq yo'lga yurasiz, bilaman. Masalan, bab qayerdadir qolasiz, gostinitsada qoladigan paytingiz bo'ladi, endi kech bo'lib qolsa. Aka, bunda unaqa muammolarni esingizdan chiqarasiz. Nimaga desangiz, mashinani duspanni qilib foydalansa bo'ladi aka. Yo'q ko'rsatdim. Agar gostinitsa, pastinitsa topolmasalaringiz deyman, mashinani o'zi любой pichom, любой время kerak bo'ladi.
Ha, bu qulay ana, bir kishi bemalol sig'di. Bir aka Bu ikki kishi yana yoningizga yana bir kishi yotqizasiz bo'ladi. Keyinchi deyman, ha, voy, zo'r ekan. Faqat buni yaxshi tarafga ishlatish kerak-da. Yo'q, moshin bu. Moshin bu. Ha, edi. Qani ish. Bitta masalan joy sog'olishsa aka, uzoq yo'lga ketayotgan akalarimiz yoki opalarimiz bemalol aka dam olib ketishsa ham bo'ladi. Shuna uzoq yo'lga kim bilan ketadigan bo'lsak, o'ylazularimizga orqaga bunday chiroyli qilib pastga qilib qo'ysak ham bemalol yo'l xohlasa yotib ketadi, xohlasa dam olib ketadi. Dam olib ketadi. Aka ko'rayotgan siz mashinada hamma funksiyalari bor aka. Menimcha 2026-yildagi eng top продажада hol ketayotgan S07 modelimiz bo'ldi. Ko'p obunachilarimizga kerakli ma'lumotlarni tushuntirib berdik. Endi bu video davomida ham ma'lumotni tushuntirib bera olmaymiz. Endi savol bo'lishi kerak-da. Men ko'rdim, komfortlarini ko'rdim. Rostdan ham realni olishga arzigulik mashina, sababi men o'zim haydab yurib baraka topgan mashinalardan Swiss S09. Endi aytmoqchimanki, buni bizani obunachilarimiz xarid qiladigan bo'lsa, bizani avtosalon tomonidan qanaqa yangiliklar qilib berilgan? Yengilliklardan bittasi aka, bitta pasport evaziga 12 ta viloyat uchun, Toshkent shahar uchun emas aka. 12 ta viloyat uchun aka, bir kun ichida rasmiylashtirib beramiz. Undan tashqari aka, to'lov usullarida yengilliklar bo'lgan. Naqd to'lov, avtokredit, рассрочка, lizing, пересление, undan tashqari trading xizmatimiz ham bor aka. Boshlang'ich to'lov necha foiz to'lasak? Boshlang'ich to'lov aka qarang, 25% dan boshlanadi. O'zligiga masalan rassrochkaga ham olib ketsa bo'ladi, 25% dan boshlab turib, muddatiga qarab turib 1 yildan 5 yilgacha qilib beramiz. 1 yildan 5 yilgacha faqat o'zini mashinaning o'zini narxini to'laydi. Tan narxidan. Xuddi shunaqa aka, hech qanaqa foiz penali qo'shilmaydi. Aka qarang, boshlanish to'lovligiga qarab turib, yiliga masalan o'zgarib ketishi mumkin aka. 1 yildan 5 yilgacha hech qanaqa foiz penalasiz bitta pasport evaziga 12 ta viloyat uchun qilib beramiz. Xohlagan ranglarini. Ranglarda muammo yo'q. Yana bizga bitta plyus taraf aka, masalan siz oq tanlaysiz, kimdir kelib turib qora tanlasa, narxi o'zgarmaydi. Bir xil standart bo'yicha sotuv bo'ladi aka. Hech qanaqa masalan rangda qimmat bo'lib, arzon bo'lishi yo'q. Buncha, qaradan mana buncha degan narsa. Unaqa hammasi bir xil. Xuddi shunaqa aka. Ko'p obunachilarimiz so'rashardi, trading xizmatingiz bormi deb. Bizda bor trading xizmat. Aytishadi-da, kommentariyada ko'rib qolamiz. Sizlar faqat qimmat mashina olasizlar yo bizda aka, yurib turgan mashina bo'lsa bo'ldi. Shu yerga yurib turib zavat qilib bersa bo'ldi aka. Bu qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar olib qolamiz. Bizda bitta yana plyus tarafimiz aka, bozordan ko'chadan qimmatroq olamiz aka. Nimaga? Chunki aka klientimizlarni boshlanish to'lovlariga yetish uchun biz qimmatroq talashib olib beramiz. Shu nima bo'lsa, shu biz ham mashina olib maza qilib haydasalar bo'ladi. Xullas hamma imkoniyat sizlarda mavjud. Qadrdonlar, Swiss sergeliga kelinglar, xudo xolasa Bezojjon o'zi ham sera bo'ladi. Qanaqa kerakli ma'lumotlar kerak bo'lsa sizlarga hammasini noldan do yagacha ana shu Bezojjon o'zi sizlarga informatsiya beradi. Siz obunachilaringiz kelishsa aka, siz aytib, men so'rab kelishsa, sekretniy bonusim bor, uni ayta olmayman endi aka, aytsam suv ketmasin yana aka. Xuddi bonus qilib beraman aka, kichkina bonus emas. Keyin bizdan televizor olsa, hozir yangiligimiz, bizga ham o'zi aytishdi, rostdan ham bitta televizor qo'shib beriladi. Har bitta obunachiga aka. Undan tashqari 10 ta sovg'asi ham bor. Parok, shunaqa aka, bonus hamma narsalarni qilib beramiz. Aka, keyin bitta ma'lumot o'rnida aytib keta qolay, mayli obunachilik qiziqroq bo'lishi uchun. Avtosalonda ko'rib turgan har bitta modelimiz uchun aka, skidkalarimiz bor. Tan narxidan ham aka, undan tashqari keyin yana bonus ham qilib beramiz. Bonusdan tashqari yana oilaviy televizor ko'rib o'tirish uchun bitta aka smart televizor ham qo'shib yubordik aka. Xullas, shunchaki avtosalonga kelish kerak, niyatni to'g'ri qilish kerak va xarid qilish kerak. Qadrdonlar, avtosalonga kelsalar, hammalaringizga to'liq ma'lumot yanada chuqurroq beriladi. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Hammalaringizga mana shunaqa mashinalar nasib qilsin. Shu videoni ko'rayotgan har bitta obunachimizga shunaqa yaxshi mashinalar haydash nasib qilsin. Batafsil ma'lumotlarni bilish uchun quyidagi nomerlarga telefon qilsanglar, operatorlarimiz tomonidan batafsil ma'lumotli lokatsiyalar tashlab berishadi. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.